Shuncha narsa oldik 15 dollarga. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Begin. Nima bor edi? Musorlar bor deb. Olgan paytim musorlar. Qayerda musorlar bor edi? Uyga borasan. Hozir olmaydi. Ichishga narsa olish kerak. Pepsini ichib qo'ydingiz-ku. Pringles necha? 4 dollar. O'zbekistonda necha pul bo'lgan ekan, a? Red Bull bor-a O'zbekistonda. Bu yerda ikkitasi 5 dollarga ekan, bittasi 3.50. Dajonimni Pepsi'larni ichib qo'yganimiz uchun gap eshitamiz. Pepsi olish kerak. Ani 1 litrlikni oling. Pizza sevaman. Ha, 1 litrlikdan oling. Necha pul ekan? Ikkita olsangiz 5 dollarga bo'lar ekan. Yana bitta oling. One Sprite. Uyda ovqat bor, Saydali. Mana bu yerda 2 litrligi 39 dollar. Yana nimalar bor? Morojniy. No. Iltimos. Terlagansiz. Ha, bu amerikanistlar qiladi-ku. Hamma videolarda, kinolarda to'ldirib, yoki smuzi. Qani? Qaysi biri? Bu. Ko'chaga exit tanlayman. Ketdik. Necha bo'laydi? Nima? 1.50. Benzinimiz esa 36 dollarga bo'ldi. Gibridga. O'ylab qarang, bu 50 ming so'mga bitta bozorga qilib qo'yaman. Menimcha. O'zbekistondan polniy bag, keyin u bu snacklar nima edi? Shokolad olib, unda ichishga narsa olib, ana qilib chiqsanglar nech pul bo'lishligini. Bizda hozir nech pul bo'ldi shunda? 15 dollar u, 36 dollar bu, shu 50 dollarlar atrofida bo'ldi.